Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit aqdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. El-babu thani fi ma'rifeti nevâkid hâzihi tahara. Guslinki buzulish sebep bulduğan amillar. والأصل في هذا الباب قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين. yuqorqi oyatlar mushu bobda asosli dalillar shu. Endi bu g'usl qilishning ikki turli tahoratsizlikdan vojibligiga olimlar asosan ittifoq. Birincisi, xurujul mani ala vajhi sihha fil nawm aw fil yaqzati min zakarin kana aw unsa. Tini sog'lom holatda, kasal bo'lmagan holatda, er bo'lsin, ayol bo'lsin, qaysi birisidan uxlagan yoki uyg'oq holatda mani chiqsa, g'usl vojib bo'ladi. Illa ma ruya an-Nakhai min annahu kana la yara ala al-mar'ati ghuslan min al-ihtilam. İbrahim Nakhai'dan shuna bir rivoyat kelibdi. Ayol kishi ihtilom bo'lib qolsa, g'usl vojib bo'lmaydi deb. وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. Demek أم سلمة رضي الله عنها mishada Resulullah'dan so'rash orqali İbrahim'in Nakhai'dan kelgan rivoyat meselesini aniq kesib o'tdim. Ehtilom bo'lib qolsa, g'usl qilish vojibmi degan ekan. Shu suvni ko'rsa dedi. Suvni ko'rsa deyishda ayol kishining, mesela ayol kishi suvni ko'rmasimi g'usl qilamoqmi? Ehtilom bo'lsa. Ehtilom bo'lganligi esida bor uyg'ongan chog'da. Lekin kiyimida hech qanday namlik ko'rmadi. G'usl qilamoqmi? G'usl qilmaydi. Ba'zilar va ayol kishiga nisbatan suvni ko'rmasimi agar ehtilom bo'lganligini o'ylagan bo'lsa, o'zi esida bo'lsa, g'usl qildi. Chunki ayol kishida suv chiqib keyin yana ya o'nglayotgan ya baltarib tuvarrak yotgan bo'lsa, suv yana qaytib chirikishi mumkin. Demak, İbrahim Nakhai'ninki bu qarashi balki bu hadis yetmaganlikdan shunday deb qolgan qarash. Agar to'g'ri bo'lsa. Bo'lmasa bu hadisga aniq zid qilgan bo'g'achqa hisob qilinmaydi. وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض. يعني إذا انقطع الحدث كان ما هو حديث مس. حدثين dedikku. Endi g'usl vojib bo'lgan ikkinchi turli tahoratsizlik nima desa, hayzning qani shunda to'xtagandan keyin ondan juyunish vojib bo'ldi dedi. Va zalika aydan liqavli ta'ala va yasalunaka anil mahid al-aya. Ayaning oxirida shunda ko'rsatganlik shuni. Va li ta'limihi al-ghusla min al-hayd li Aisha va ghayriha min an-nisa. Bu o'rgatganlik shuni. واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. غسل واجب qiladigan ishlardan shu masalalarda ikki turlik asos bo'lgan masalada ixtiloflashdi. Maktabning odati shu cho'ng qoida xarakterlik cho'ng masalalardan to'xtalib o'tirmas deganlik uchun buni ikki masaladan to'xtalibdi. Amaliyotda bu hayd va nafas asosan ayollarning odatiga qarab belgilangan bo'lg'achqa odatda erlar buni o'qib nima qilsa yanalar tegidan tushunib ketolmaydi. Faqat ammo biz nazariyada aniq ba'zi bir ahkomlar chetishib qo'yganlikdan ro'za, namoz, iddat o'qib qo'yamiz, lekin ishlarni yanalar shu ayollardan bo'ldi. المسألة الأولى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء. والصحابة jinsiy munosabat qilgandan g'usl qilish vojib bo'lgan sababida nima qilibdi? Buning sababi nima zodi? Qanday qilish bilan g'usl vojib bo'ladi? Faminhum man ra'a at-tuhra wajiban fi iltiqa'il khitanayn. Ayolning shu avrda shunda uchrassalam yoki jinsiy munosabat boshlansalam g'usl vojib bo'ladi deb qaraganlar bor. Demak, mani chiqsin chiqmasin
İltiqal xitanayn müşada cinsi münasebetinin başlanışıdır. Fakat uçuruşulam emas. Onda tiyip kesselam deyin gibi olmaz yani. Ve aleyhi ekteru fuqahal amsar Malikun ve ashabuhu ve Şafii ve ashabuhu ve cemaatun min ehli zahir. Bu köpçülük alimlerinin karşı iken. Ve zehebe kavmun min ehli zahir ila icabı tuhr ma'al inzali fakat. Yani meni çıksa gusl vacip buldu, bulması cinsi münasebet kılıp meni çıkmasa gusl vacip bulmaydı, tarihte İslam buldu deb qaragan. Bu ameliyatda şöyle bir qan sahabının göz qaraşı. Dastlabki davrdagi ixtiloflar sahabının o'ttirdi. Şu vaqtdan bo'lma ikki hadisda juglab ma'no bir o'rinda manda nima qilish. Juglab qilib şuna özellikle Cabir'de rivayet kılgan ki ahiril emreyn burun manda hüküm battı keyin andan kıyırlaştırılıp değil. Burun mani çıkmasa yunmayla tartılıp kılarken. Keyinki vaqtda andan cinsi münasebet kılsılam bu vacip buldu onu o'zgargan. Hazreti Cabir'nin şu hadisi var. Aşın bir xil nima unda muvaffaqlashdi oldu. Yani birisi nasib birisi mansub topib qara İltiqal xitanayn o'shada faqat bundan uçuruş tegib ketishlam emas. Yani xitanayndan maqsad nima? Mavdal xitanayn. Xatna qilingan o'rin demakchi, avrat deylar. Nima uchun bu jinsiy munosabat desak? Chunki ashu islomda hadni vojib qilgan narsa shu. Hadni vojib qilish, dukhulul hashafa desak, avratga. Ashu bo'lgan ekan, bu g'uslni shu vojib qildi. والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك. لما hadisler arka kepqalda. لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. Demek bu arada hadisler birbirine zıt kepqalda. Hem sahih, sahihlikte çıkında çatak yok. قال القاضي رضي الله عنه yani İbn Rushd ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو مجتمع عليه. Yani biz burun deb o'tgan bu kitobning istilohi sabit degan so'zni ishlatsa ya tabata desa ikkisida ya ikkisining birisida rivoyat qilingan hadisni deydi. Bu ikki hadisdan biri hadis Abi Hurayra anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala idza qa'ada bayna shu'abiha al-arba'i wa alzaqa al-khitana bil-khitani faqad wajaba al-ghusl. Shu'abiha al-arba' degan buni ba'zi olimlar shu türler kolaya da bunda gösterdi. Demek bu anda resmen cinsi münasebet tayarlanıp şu ottağallıkta ibaretinde. El-zakayan al-saka deyler. Mevdal khitan bi mevdal khitan. Yani cinsi münasebet kıysa demek için. Fakat vecebel gusl. Gusl vacip buldu. Vel hadithu tsani hadis Osman radıyallahu anhu ennehu su'ila. فقيل له أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demek bu mu seyyediz. Yani Osman radıyallahu anhu manda deplan koymay bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de anlagan deb rafa kıldı. Osman radıyallahu anhu özüm munda qarattı. Osman, Ali, Ebu Said bir qan sahabeler şunda deb özünün qarış şuken. Belki ularga keyinki çeklimi ya yetken yetmege ya ki bular burun şunda qaragan bolsa kim bularninki ba'zidir yangan bu qarash. Çünkü hüküm o'zgargandan keyin. Peki yanganlıkı bizga rivoyat qilmagan bo'lsa. فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين. Demek aldığımızda ikki hadis bo'lgandan keyin bunda olimlar ikki xil qarash to'lab qoldi. Birincisi mazhaban nasx. Birinchisi mansufda, ikkinchisi nasxda deb qarabdi. والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. Ya muvaffaqlashtirilmaydigan, ya tercih qilinmaydigan holatda zidlashib qolgan taqdirda muttafaqun alayhini olamaymiz. فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان. Osman radıyallahu anh'ın hadisine Ebu Hureyre'nin hadisi nasıl kılvetti de qarabdı. ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. Demek hadis meselini ayırı etti bana. Deslapta ruhsat kılıp yengilletip bunda beni kemmese gusl vacip bulmaydı gen keyin andın gusl kılış buyurgan depti.
خرجه أبو داود يعني جابر رضي الله عنه ودسواغو كان آخر الأمرين ده بخاري ده. وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح بعض bunun cem kılınmama tercih kılınmayı da bayattan karıştıkla فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق ما sözün tekrarıdır. وهو وجوب الماء من الماء yani şey meni çıksa andın vacip buludu gusül kılış. Yani vücubul ma yani el-igtisal bil ma min ru'yetil meni demek. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد الحد قياس قيغانجا cinsi münasebet kıyğandığın kirlam İslam'da zinaxorga belgelengen ceza berildi. Bunda onken guslumu şunga qarab vacip buldu. Ve hakav enne hadal qiyas ma'khudun anil khulafa'il arba'a. Tört halifun min da qiyas qiyğan da hikayet tuttu. Ve rajjahal cumhur zalika aydan min hadisi Aişa'ta li ikhbariha zalika an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Aişa'nın hadisinde Resulullah'ın öydeki şirketleri aile işlerine Hazreti Ayşe rivayet kılışında ama Hazreti Ayşe'nin hadisi olan yani tercih kılıvetti dedi. Hazreti Ayşe İzâ qâde beni şu'abel arba'da yani Resulullah'ı rivayet kıldı. Bu hadislerini tercih kıldı. Hem de yani biz koşap desek tercih kılışının yani bir sebebi bu gusül kılış maaşla ayarlılık oturduğu kişi olan iken Hazreti Ayşe rivayet kıldığı hadisinin malum bir vezni oldu. Çünkü en yakın Resulullah'ın izlerinden en yakşı rivayet kılalıydığına şu ayarları olan iken. Şuna bu hadis bilen cumhur özün karışını tercih kılıyor dedi. Emeliyetten de başka bir kança zaten seyredildi. Hazreti Ali'nin alaka çakırsa başlardan su tamçılığı alette yürüp kelgen çağda bizini aldırıp koyacak şeymez. İza akhatta fatavadda diyendek mudazizler. Yani iza fadaktal ma fagtasil. Yani meni etilip çıksa andan juyungan. Bu tartasan buldu diyendek hadisi var. Demek hem sahih. Yani tercih kılışta keyinki hükümne ilip şunu Bukhari'de mu yani ahiril emreinde şu ahirki hüküm juynoş meni çıksın çıkmış. Cumhurun karışı bekler güçlü kılın. İmam İbn Rüşd'ün ma Ayşe'nin hadisiyle cumhurun göz karşımızda tercih kılındık göründü. El-mes'eletu thaniye اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر. Demek meni kanda halette çıksa gusül vacip buludu. Kesel halet çıksa bulamdu, lezzetsiz çıksa vacip bulamdu diyende. فَذَابَ مَالِكٌ اِلَى اَعْتِبَارِ اللَّذَّ فِي ذَلِكَ. İmam Malik bir huzurlanışılan çıksa andın gusül vacip buldu dedi. Bu ameliyette başka cumhurun karışı. Ebu Hanife, İmam Ahmed katarlı. وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة. İmam Şafii zaten çıksılam gusül vacip oldu. Başka dersini göz tutmayı mezzettu. Ve sebep ihtilafin fi zâlike ve şey'an. Birincisi, hel ismul cunub yantaliqu alellezî ecnebe alel cihetil gayri mu'tâde em leyse yantaliqu aleyh. Adetten taşqarı ahvallıda cunub bulab qalğan kişiге bu cunub diye isim işletilemdi o işletilmemdi. Mesela soğuktan ya kesellikten meni çıkıp cunub bulab qaptı. Bunu cunub demdik dememdi. فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير اللذة. Adette şeriat gösterken yolla ihtilam deyimiz ya cins münasebet muşu da tarikda ya lezzetniş filan meni çıksa andı bunu cünüp deyimiz bulmasa cünüp bulmaydı o başka halette meni çıksa diyorlar. Huzurlanıştan başka ahvalda gusül vacip demedi. ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر. Kanda ahvalda çıkıp kalsa cünüp bulavurdu diyorlar. Meni çıksılam gusül vacip dedi. Lezzetniş bulmuşsun. Ve sebebi thani teşbihu hurucihim bi gayri lezze bidemil istihada. Huzurlanış bulmay meni çıkıp kalsa mesela ya soğuktan ya iğnaç kütahillikten ya ki kesellikten bu kudde kesellik kanı okşayan istihada bu kesellik tuğa kesellikten kelgen kanı okşuttu bunu. Demek bu istihadada gusül vacip bulmaydı demekçi. Emeliyatta gusül vacip bulaş bulmasının ki bu meselede ihtilaf. واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحادة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه؟ يعني
istihadada zade gusl vacib bulamtı bulmamtı bunun da ixtilaf. Fesenezkuru fi babil hayd ve in kana min hadal bab. Biz hayz babida bayan qilib o'tamiz deydi. Lekin ma masalada tarjih qilmay o'tib ketibdi. Yani bularga her mezhebning qarashini hatta İmam Abu Hanifa'nın qarashini yine bayan qilmadi kim yani. İmam Malik bilan Shafi'ninki deb o'tdi. İmam Abu Hanifa bilan Ahmad şu İmam Malik bilan birliki. Demek şu def qazir nimani bildirdi? Lezzatni bildirdi. Agar def bo'lmasa lezzat olmaydi. Hadi def degani shu lezzat bilan chiqish deganga shu ishorat. Ve fil mazhab fi hada al-bab far'un. O'zing Maliki mazhabning şirk tuttuğudur. Ve huve iza intaqala min asli majarihi bi lezzatin thumma kharaja fi waqtin akhara bi gayri lezzatin misla yakhruja min al-mujami' ba'da yatatahhar. Bu Maliki mazhabdagi farq bo'lgan bilan boshqa ham mazhabning kitoblari bu masalani bahs qilib, alohida ko'z qarashlari bor. Hatto Hanafi mazhabning ishidimi imom bilan sohibining o'tirdi, ixtilof bor bu masalada. Masalan, asli tegidin deydi shu meninin öz makanıdan meni çıqqan çağda, qo'zg'algan çağda shahvatlar qo'zg'alib ketgan. Keyin andan bu shahvat pasiyib, jimib bo'lgandan keyin chiqibdi. Masalan, jima qilgan çağda shahvat vakin öz makani qo'zg'alibdi. Keyin jima qilib, yuyinib chiqib bo'lgandan keyin andan o burun qo'zg'algan meni chiqqan bo'lsa, buni hukmi nima deb bunda shikil qarash bo'lishi mumkin. Yoki masalan jima qilganlar meni chiqishda ilgari menini chiqil qo'ymay yo zakrini tutib oldigan bunda bir ahvol bo'lsa, keyin andan bu shahvat pasaygandan keyin andan chiqadi. Shunda ahvolda hukm qanday bo'lmoqchi edi. Faqila yu'idu tuhur. Bir qarashda qayta yuyinib davomli. Yuyinib chiqib bo'lgandan keyin anda asta bu meni chiqdi. Burun qo'zg'alib bo'lgan meni. Qayta yuyinish kerak debdi bir. Vaqila la yu'idu. Yani bir qarashda ya qayta o'qimasin. Yana ba'zilar agar suydikdan ilgari chiqqan bo'lsa qaytalaydi. Masalan, jima qildi, meni chiqmadi. Undan keyin g'usl qilib chiqib bo'lgandan keyin bu meni chiqdi. Kichik tarix qilishdan ilgari chiqqan bo'lsa, bu shu alqa jima qilgandan keyin meni ekan deb buni yana g'usl qilishing kerak deb turibdi. Endi kichik tarix qilib bo'lgandan keyin uning og'zidan chiqsa bu raqamini emas ekan, bu boshqa yangi g'ashlardi bunda chiqqan ekan deb g'usl bunda ayrıqalı var ki. وذلك أن هذا النوع من الخروج صاحبته اللذة في بعض نقلته. Demek bu öz mekanından qo'zg'alishda bir xil lezzat bo'lgan bunun uchun ama ولم تصحبه في بعض. Lekin sırt chiqishda nima bo'lmagan, lezzat birga kelmagan. فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر. Demek asli makanda ayrılgan çağda lezzet var diyorlar, jündü diyen. Keyin ahirette ahvalını göz tutkanlar jünmaydı. El-bab el-thalith fi ahkam hadayn el-hadithayn ani el-janaba vel-hayd. Amma ahkam el-hadath alladhi huwa el-janaba fafihi thalathu masail. Birincisi ihtilaf el-ulema fi dukhul el-masjid lil-junubi ala thalathat aqwal. Yani junub kişi mescidga kirse bulamdı bulmamdı. Üç xil qarash var. فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلْكَ بِإِطْلَاقٍ Bulmaydı diyorlar vakin. İmam Malik ve onun şagirdleri. وَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلْكَ إِلَّا لِعَابِرٍ فِيهِ لَا مُقِيمٍ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِي. Demek muqim da turuşqa, oturab chiqishga yoki masjidda bizdan turuşqa bulmaydı, lekin o'tay yo'lab qolsa o'tib ketsa bo'ldi masjiddan. وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلْكَ الْجَمِيعَ. Yani bir görüp alımlar ötülgan bolsunmu, turgan bolsun bulavurdu mescid kirse debdi. Ve minhum Davud ve ashabuhu fima ahsib. Yani bu zahiri iken. Bulavurdu diyen. Ve sebep ihtilaf Şafii ve ehlu'z zahir huve teraddud kavlihi tebarek ve teala ya eyyühellezine amenu la taqrabus salate ve entum sukara. Deb ahirda illa abri sebilin. Abri sebil diyen bir kayıt koydu. بين أن يكون في الآيات مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة. موضع الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة namazning o'rniga joyiga yaqinlashmanglar deb bunda taqdir qilinganmi, qilmagan. Yani majaz deb qarasak, mudofni mahzuf qilib o'tib,
deyilgan bo'lsa, mavdu salat maqsad qilinamdi dedi. Ya'ni masjid demishadiki, masjidga yaqinlashmanglar degan gapmi, namozga yaqinlashmanglar degan gapmi dedi. Va yakun abirus sabil istitna'an min an-nahy an qurb mawdi' as-salat. Demak, agar masjid deb qolsak buni, namozni o'qilgan o'rin deb qolsak, abirus sabil yo'lda o'tib ketgan kishi buning sirtiga ketgan bo'ldi. Ya'ni bu masjidga yaqinlashma, lekin yo'lda o'tib ketgan bo'lsang, masjiddan o'tib ketay deb qolsang mayli degan. Va bayna alla yakun hunalika mahzuf. Yo'q, bu oyatda mahzuf yo'q. Bu oyat haqiqat bilan kiliklik deb qolsak, va yakun abirus sabil wal musafir allazi udimal ma wa huwa junub. Demak, buningda bu yo'lovchi degan ma'noda olib qolgan, abirus sabil degan. Junub holatda suv topolmay qolgan yo'lovchi ekan. Faman ra'a anna fil ayati mahdhufan ajaza al-murur al-junubi fil masjid wa man lam yara dhalika lam yakun indahu fil ayat dalil ala man al-junub al-iqamata fil masjid. Demak, oyatda mahzuf bor, yo'q deganlar mush ikki xil qarash bo'ladi. Wa amma man mana al-ubura fil masjid fala a'lamu lahu dalilan illa zahira ma ruwiya anhu alayhi salatu wassalam annahu qala la uhillu al-masjida li junubin wa la haidin. Azra qadistoksa. Daif, ha? Tarix olganki onun azizat islam bormasmi? Degan Sayyid rivoyat qilmoqda. Ham ruwiya deb keldi o'ma undimi? Bir xil. Agar bu Sayyid bo'lgan bo'lsa, sal masalani ayiritishi mumkin-da bu. Buni amal qilmay turib oldiganlar bu aziz deb rad qilgan bo'lishi mumkin. Endi Davud Zarining mushu nimaga tayangan bo'lishi mumkin deydi. Tushunami? Va bu hadisun g'ayr sabit mana. عند أهل الحديث سيء مسجد واختلافهم في الحائض في هذا المعنى واختلافهم في الجنوب. Demek heyzda ayalma kirisi bulamdı bulmamdı, mescid turib qaz bulamdı bulmamdı degan shunga o'xshash şey. O'sha kitob o'xshash bor. Hanafi mazhab Shafi'i bilan biladi. El-mas'alatu thaniya masl junubi lil-mushaf. Junub kishi Qur'oni Karimni tutsa bo'lamdi, bo'lmaydi. Ilgirki masalada kishi tart yo'q kishining tutish masalasini degan. Zahaba qawmun ila ijazatihi. Jaiz deb qaraganlar dedi. Va zahaba al-jumhur ila man'ihi. Jumhur yaqtusu bo'lmaydi deb. Va humul ladina mana'u an yamassahu ghayra mutawaddi'in. Yo'q, kishi tarasi tutsa bo'lmaydi deganlar shular dedi, ay jumhur. وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله لا يمسه إلا المطهرون. Ashtalaştarsın üze muş meseldim baki. Ma ayette hazır biz üç taraftan talaştar sebep olan narsını bayan kılgan. Birinci la yamassuhu degan bu cümle haber mi ya nahi mi? Bu bir. İkincisi bu degandagi damir naganida Qur'on Karimga lavhul mahfuz mu? Anda mutahharun degan insonlarga qartilamdı yoki farishtaligimi? İhtilafning o'zi ishadimi, ishlaydi. Va qad zakarna sabab al-ikhtilaf fil ayati fima taqaddam wa huwa bi'aynihi sabab ikhtilafihim fi man al-ha'id massahu. O'xshash. Lekin biz yuqorqi masalada, ya'ni kishi tarix yo'q holat Qur'on tutish masalasi qonun tarjih qildik. Gammaydan o'zalda tarjih qilgandi balki. Tag'alla. Lekin biz tutsa bo'ldi deganda sallamda jalliqroq ko'rdik. Cumhurning qarshisida to'sin. Ma'nosi agar dalil jihatdan o'xshash bo'lib qolsa, yana shunday chiqadi. Tutsa bo'ldi degan qarash bo'ladi. Lekin endi bu jumhurning bularni 4 imom bundan ishida bo'lgan ekan, salatning ko'ngli yana jumhurning qarshisi sal xotirjam bo'lishga yaqin deb unda his qiladi. Chunki ko'pincha ahvolda, hamma ahvolda emas, ko'pincha ahvolda 4 mazhabning qarashi va boshqa ularga ketilgan ba'zi nimalar hammalarning birikmasidan jumhurning qarashidan asosida bir chataq chiqmaydi. Ya'ni kuchliq bo'ladi odatda. Hamma masala bo'lmasmi, ko'pincha ahvolda. Chunki ularda hamma masalani aniq tekshirib, surishtiq qilib, tahlil qilib, tadqiq qilib bir yerga apag'il bo'lgan ekan. Ularning ba'zi hadislar xabarsiz qilishi yoki hamda joy tahlil qilinmay qolishi notayin. Agar birlik kelib qolsa, ash ko'pchilik. Degan davomli haq ular bilan emas. Albatta. El-masalatu salisa qiraatul Qur'on lil junub. Junub kishini bayatan qilsa Qur'on tutishdi. Hozir Qur'on o'qish masalasi keldi. اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور إلى منع ذلك وذهب قوم إلى إباحته والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال علي رضي الله عنه رواية حديث نمجان
كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. Kur'an okusun mu cenabetten başka narsa tutup koymaydı diyen. Bu hadis Hasan dereceli hadis koyuyor. Ve derken enne kavmen kalu inne hada la yucibu şey'en li'ennehu zannu minel ravi. Yani bununla ya cenabet mi tutup kalanmaydı deb qarag'anlar hadisden vecil istilalni rad qilibdi. Eşlimini bildirmaydi bu hadis. Yani o çeklimini bildirmaydi demekçi. Nima uchun desa Hazreti Ali muşunda adam o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Yani Rasulullah junub holatdan boshqa Qur'on o'qisam bo'lmaydi dedimi? Yo'q. Lekin Hazreti Ali bunda Rasulullohning ahvoli qarab, kuzatish jarayonida o'zining o'ylagan o'yi bu xolos deb turibdi. Bu xatolashi mumkin deydi. Albatta Rasululloh junub holatda o'qigan bo'lishi mumkin. Sen unga vaqtma diqqat qilmay qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bu sal baydimdi. Hazreti Ali Resulullah'ın kuyuğluydu. Şu öğü çirip çıktı devamlı Resulullah'ın ahvaldan havada bulup durdu. Bunda hata olup bağım olsun hatayım. وَمِنْ اَيْنَ يَعْلَمُ اَحَدٌ اَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ كَانَ لِمَوْتَ الْجَنَابَةِ اِلَّا لَوْ اَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. Belki hava kıpayken bulsun mümkün. Kur'an'da hazır okumayım hemen cünüptün depço. Hazreti Ali'nin rivayet kılmağın bulsun mümkün. والجمهور روى أنه لم يكن علي رضي الله عنه يقول هذا عن توهم ولا ظن إن أقبل مساء دا خيال قلب قم يتبنا وإنما قاله عن تحقق وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب hem de heyzdağını ayrıqallığa, heyzdağın müşün okşıştıqallığa. Heyzdağ ayal adet köygen çağda Kur'an okusu bulamdı bulmamdı. فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا. Demek bazı alimler hezdamı şu cünüp okşaş Kur'an okusu bulmaydı deb, buludu bulmaydı. Bazı yok bu işkelenin farkı var. Hezdanın hükmü başka şerek oldu diyorlar. Deyip şuna hezda ayal azrak Kur'an okusa meyle. Nima için desa ayal kişi belki bir hafta ya 10 gün hez görüşü mümkün. Eğer bu aralıkta Kur'an okumasa Kur'an unutup ketilgan, hep ketilgan bunda ahvalı buludu. Şuna istihsan degen hazır başka çoğrak menfaat ya başka çoğrak asası eslip durup mağan hükümüne başarı çıkardık demek. Elbette istihsandan da yani bir mezhepla Maliki mezhepte istihsandan olsa okşamaydı. Başka. Belki tarif numaraları göz tutan narsa okşamaydı. Lakin bir yerde müşerik istihsan şu Kur'an-ı Kerim'ne yadlaş, ko'ngil bilash buni islomda ta'kidlagandan bo'lganki Qur'on Karimga yeb ketishga sabab bo'lgan, unutib ketish sabab bo'lgan bo'lganlikdan biz bunga joiz deb qaradik demak. İstihsanan. İmam Malikning qarashi ekan. Fadi ahkamul janab. Amaliyotda diyorimizda bu masala muhim masalalarning birisi. Qur'on o'qituvchilari nihoyatda qiz yoki ta'sis ketayotgan sharoitda bir qari xonim o'tirib qizlarga savol berdi. Bag'andiki mesela 10 yosh 20 qizlar dars berayotgan bu qari xonim odat ko'rib qolsa, bir hafta deyli masalan, ya 5 kun, ya 6 kun, ya 7 kun odat ko'rib qolsa, 5-10 bola dars olamadi degan. Hamma qil yodlayotgan qizlarchi bu hamda toza shu kunda bir saatdan 2 saatdan yodlab bir parda o'qib berayotgan chaqda odat ko'rib qolsa, bir hafta to'xtadi. To'xtagandan keyin bo'ldamda yodlab bo'lgan Kur'an'ımı şunda akıyını kitap. Liannahu aşaddu tafallutan minel ibil. Bunda olanken Kur'an yadlaydı Allah'ın ayette qiyin ahvalga duch kelib qoladi. Şoň buningda bizning vatandikligiga nisbatan Kur'an yadlayotgan, Kur'an o'qitayotgan ayında zurul ahvolga kelib qolsa, mayli o'qiyversangiz deb bunda fatvo bersak bo'ldi. Bunda fatvo berishda Hazrat Ibn Abbosning endi joiz deb qaragan qarash bor. Ibn Abbosning qarashi. Bundan keyin İmam Malikning qarashi. Hatta İmam Ibn Taymiye ixtiyoratida agar unutib qolishdan qo'rqib qolsa, Qur'on o'qish vojib debdi. Yani bir qadam oldin chiqib turib, iza khafat an-nisyan vajabat deydi. Yani tajibul qira'a deydi. Yani o'qish kerak, o'qib turish kerak. Yani aydalatmi? Yani bizlarga dalil qilgan nimami birazdan shunga umum bo'lsa-mu da
delil bo'la mesela. Kan yazkurullah ala kulli ahyanihi deganda. Lekin bu umumroq. Endi Hazrati Ali'ninki hadisi ma kan yazkurullah ala kulli ahyani degan hadisning umumini xoslashtiruvdi deb qarsak, joiz bo'lmaydi degan qarash chiqadi. Qarab o'qisin ya da o'qisin, uni qarash cheklanmagan ekan. Tutishning boshqa, lekin tutqancha palay kelib tutadi masalan. Unda tutish yoki ya da o'zi Qur'on qaramay tutmay istidillam o'qiyasi ma'lum ekan. Endi hozirgi vaqtda Qur'on maddasi imtihon birdan qilganlar ruxsat qilganlar. Qur'on maddasi imtihon birdan emasmi? Shu oldi keyindan ko'rib qolsa Qur'on imtihon chimsa bir yillik sinib qolgan gap. Ba'zi ulamolar, Saudiya Arabistonining ulamolari al-Qayzni kechib turgan darisan bo'ldi deb fatvo bergan. Mesela shunday fatvo berdi. İmtihonga. Ya'ni Qur'on tutib o'qish, taqashmaslik uchun sen ayzni kechib turgan darisan bo'ldi demak. Bu menda odatda o'qisa tutsa bo'lmaydi deb qaragan asos turib, undan anday. Lekin İmam İbn Taymiyyahning o'chal balki unda kechib turgan darli yo'q bo'lishi mumkin. İmam İbn Taymiyyaning vaqtlarida onda o'qish vojib. Ya o fatvoni bermasa rasman taqishib qoladi unda. Chiqish yo'li yo'q bo'lib qoladi. Ya buni bir taraf bo'lgan ekan. Sahobaning qarashi ekan, İmam Malikning qarashi ekan, o'zi İmam İbn Taymiyyaning qarashi bo'lgan ekan, bizning vatanimiz sharoitida asaq bo'lar. Kalladin chiqib bundan divagan qarash bo'lmagan ekan. Yani istihsanan deb bizmi? Shunami? İstihsanan. Yani mazhabda istihsan shunday ishlatgan, alaqat kuchliroq dalil kelganlikdan odat qiyosni mana tashlab etishdi. Odatga bu qiyosni tashlab etib. Lekin junub kishini erlarga hamda Hazrati Alining hadisini kerak asosiy holatda erlar o'qimay tutsin. Lekin yani ayollarning masalan o'z ibodat uchun o'qiy. Masalan bola o'qitadigan ya bola o'qitish yoki o'zi o'qish ishi yo'q ekan buni. Uyda o'tirgan ayol ekan, buni ibodat uchun o'qiydigan chog'da o'qimasin. Normal. Tutmasin, o'qimasin. Menda ayirish kerak. Yani ba'zi olimlar dua xarakterdagi oyatni o'qisa bo'ldi deydilar. Masalan Fatihani uloq chiqqanda, aeroplan chiqqanda subhanallazi sakhara lana. Andan masalan ba'zi oyatlar bor. Masalan dua xarakterdagi oyatni o'qisa mayli. Chunki bu hamda ba'zi dua qilishni maqsad qildi. Qur'on o'qish birinchi o'rinda emas, dua qilish birinchi o'rinda bo'lganki mayli deganlar. Demak, İmam Malikning azroq o'qishga ruxsat qildi. Yani şu dersni bir vaqtchilik yoki o'qiyotgan bolada o'qib kelib xatolashga ya bo'lsa, qarqin o'tirib bir so'zni yo ikki so'zni shunday tutib o'qmasa qo'ysa, uning maqsad adoldiga, demak bu qira'atul qalila. Bu ruxsat. Hamda va amma ahkam ad-dima' al-kharijah min ar-rahm fal-kalam al-muhit bi usulha yanhasir fi thalathati abwab. Al-awwal ma'rifat anwa' ad-dima' al-kharijah min ar-rahm. الثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة والاستحاضة أيضا إلى الطهر. والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة يعني موانعهما وموجباتهما. ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. Demek mi şu baliyatqudin chiqadigan qonlarning ahkamida istihada qanday chog'da pak bo'lgan bo'ldi, qanday chog'da istihada bo'lgan bo'ldi. Shu masalalarda biz bu kitobda tutgan yo'limiz bo'yicha cho'ng-cho'ng masalalardan bir qanchasini bayon qilib o'tamiz deydi. Bu hayz ahkamlari odatda biz nazariya o'qigan bilan biz uni o'qimagan ekan, ayollar o'ttiraq bo'ladi buni. Shunga o'qsaq, yani ayol kishini bilsa manda şolaptı bunu hükmülmezse deb javob berdi. Buna ayol bizni so'ranglardi. Ham bunun da ko'pincha nas bilan manda oldi ba'zi ayrim sifatlarni alohida ayirib belgilagan bir nas bo'lmagan ekan. Hamma ulamolar ayollardan so'rab baqib,
ayollar munda olamış, unda olamış da ko'pchilik yoki hamma ayollar munda bo'ldi deb qaragan asosda tekshirib bakıp shunda deb baqqan ahol. Necha kun nez ko'rdi, necha kun pak turdi, necha kun nifas bo'ldi degan hammasi ixtilof bor. Shu va ezning nimalarni biz siz o'qib sizga o'tib ketaylik. هذه أحكام الجنابة ما مثل وعند الجرك مش مثل واقع مشو جنابتنا أحكامlar yani junub holatda qanday narsa qilib bo'ldi bo'lmaydi degan hukmlar doğru demas. دخول المسجد مثل جنوب المصحف وقراءته الأحكام المتعلقة بالجنوب. الآن مسألة خاصة bu üç meselenin mesela yapıyoruz. Şuma hez nifas ma mesele dair ma babını siz okuyup tepkiteyimiz. Elbette hem de namaz, iddat, roza, cıknasılık çeşit kovallıktan bir koyuş gerek. Lakin çökep şunun işine ayarlı özü bildi. Biz bilemeyiz. الباب الأول اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة. Demek baliyat kudun çıkıdığan kanının türe üç xil olduğu deb ittifak geldi. Birinci heyz qini. Demek baliyat kudun içinden ekip çıkıdığan kanı. Ve huvel kharicu ala cihati sahha. Heyz qini degan bu sağlamlıkның alameti bu. Yani ayol kishi sağlam bo'lsa ondan chiqadi. Shuna qizbalama jismoniy jihatdan to'liq yetishgandan keyin ondan odat ko'rdi. Bu bir xil sog'lomlikning alamati. Bu kasallik emas. Odatda ayol kasal bo'lib qoldim dedi, amaliyotda sog'lomlikning alamati. Sog'lomlik oldi. Va da mustahadatin. Bu hamda hayzdan sirt biroq tumuning erilib ketganlik yoki bir zid bo'lganlikdan kelib chiqadigan qon. Va huval kharij ala jihati al marad. Demak bu kasallikdan kelib chiqadi. Illat sababi. Va annahu ghayru damul hayd. Bu hayz qiniga o'xshamaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. و هيزمس تومونun yerlip ketkenlikten ya tumudun çıkan kanı. Ve demu nifasin yani bir kısmı nifas kanı yani bu tuğutlıkta çıkan kan yani balırdan. El-Bab-ı Thani amma ma'rifatu alamat intikal hadi dima ba'diha ila ba'd. وانتقال الطهر إلى الحيض. أمدا مثلا هيزlik halatda ketip berip qaçıda unu ulanıplan istihada gelip qaldığan. Andan heyzden keyin qaçıda saqayıp qaldığan. Bunda ahvallarda yani bir basqıçdan bir basqıçga o'tkazishning alomatlariga kelsak, fa inna ma'rifata zalik fil aktar tanbani ala ma'rifat ayyam ad-dima' al-mu'tada wa ayyam al-athar. Bu qachon ma'nda o'tkildi buni qo'sh odatda shu ez ko'rdigan kunlarning necha kun ko'rdi, necha kun pak turdi, mushuni qarashlar deydi. Biz bu yerda yana shu asosiy masalalardan bir qanchisini, yettini bayon qilib o'tamiz. Al-masalatul ula, ikhtalafa ulama fi aktar ayyam al-hayd wa aqallaha wa aqall ayyam at-tuhr. Hez en ko'p bo'lsa necha kunga qadar davomlashadi, en az bo'lsa qanchalik bo'ladi, pakmi en az qancha kun bo'ladi, bunda ixtiloflashib qoldi deydi. Faruyan Malik anna aktar ayyam al-hayd 15 yawman. En uzun adet ko'rganlar 15 kun adet ko'rdi debdi. Va bihi qala Shafi'i va Ahmad mubayyanmiş. Va qala Abu Hanifa aktaru 10 ayyam 10 kun debdi. Lekin bularning bir asosi bormi? Asos yo'q. Shu ayolning da ahvolini tekshirib, so'rab bakib, ko'pinchisi bunda ekan deb shuningga en ortiq deganini hisob qilib degan bo'lsin. Va amma aqalla ayyam al-hayd fala hadda laha 'inda Malik. En az ez kurash qanchalik bo'ladi deganda uning cheklanishi yo'q. Bal qad takuna ad-daf'atul wahida indahu haydan. Bir qadam sharq bilan bir bilan ez tugab ketishi mumkin dedi. Illa annahu la yu'taddu biha fil aqra'i fi at-talaq. Lekin Maliki mazhabning qarashida bunda bir qadam sharq bilan kelgan bu hayzni odatda iddat taloq masalalarda hisoblashda unga hisob kirmaydi deydi. Bu boshqa masala. Va qala Shafi'i aqallu yawmun va layl. Bir sotka bo'lishi mumkin debdi Imom Shafi'i. Imom Abu Hanifa 3 kun debdi. Va amma aqallu at-tuhr fattarabat fihi rivoyat an Malik. Endi pak masalan
bir aylık kishi 20 kun pak olamdi, 5 kun pak oldu deganda eng az degan chaqda qancha kun pak turdi desa Imom Malikdan bir qancha qil qarash kepti. 10 kun deb vaqtdi, 8 kun deb vaqtdi, 15 kun deb vaqtdi. Ve ila hadihi riwaya mal al-Baghdadiyyin min ashabi. Bag'daddagi shogirdlari yoki Bag'daddagi shu Maliki mazhabining olimlari mushkil qarashni tutdi. 15 kun degana. Ve biha qala Shafi'i ve Abu Hanifa. Shafi'i Abu Hanifa mo mushqarash degan. Ve qila 17 yawman. 17 kunmi deyilib vaqtdi. Ve o aqsa man aqada alayhi al-ijma' fima ahsib. Hozirgi eng az to'g'ridagi masala bu. 17 kun deb vaqtdi. Yani bu bak aşure tutmu ya? En az nima. Demek 17 kun bo'lsa, en izi ko'p qanchalik bo'ladi. Hozir bu ezni hisoblashda adat shahriya deb ataydi ma doktorlar. Buning bir aylanishi, bir oyda tugamdi, ya 2 oyda tugamdi ya 1,5 oyda tugamdi masala. Masalan 10 kun hayz köyge ayollar çokum 20 kun pak buldu demek bir ayının içinde bu bir tohir bilan bir hayit aylanıp bulamdı yoki 40 gün içinde bir aylandı. Bunda ihtimallik var. Ameliyatda onda bir ay içinde çokum o ikisi bir aylanıp buluşı gerek degan unda bulması mümkün. Yani bazıda bir ayda bir adet görüşü mümkün. Yoki bir ayda bir adet görüp mesela 30 gün saktırıp 5 gün adet görüp yani 30 gün sonra mında buluşum yani 35 günde bir aylanışı mümkün. Yani bunun aylanışına bir ay deb mında muqimdashqa ta'simdi. O'shadagi mushraymda vaqtagi yiqiraqlar moyni belgilanadi. Yaqında ayolning iliqnimisi boyajistina turaqsiz tutum yok. Hatta bir ayolning o'zi mo masalan bir yıl unda, yani bir yıl unda, yani bir yılın içinde bir qancha ay unda, bir qancha ay bunda o'zgarib ketadi. Ya beden acizligi ya dori yegan sababdan, boshqa sabablardan ahvol o'zgarib turadi. Lekin odatda normalda masalan 80% ya 70% ayollar 5 kun, 6 kun, 7 kun shu atrofda odat ko'radi. Ko'pinchisi. Shu bir oyda aylanishi demaysiz. Ya uni bir oyda bunda deyilmaydi. Çünkü bu belki 28 gün pakiz turib, 7 gün adet görüp, yani 28 gün bunda buluşum mümkün. Ya ki bir ayda ayında deb qalsak, 7 gün adet gördiğin bolsa, 7 gün adet görüp, 22 gün pakiz oluşum mümkün. Onda köpüde nima var? Vaqtniki köpü iner. Köpüde hazır ma talashdan ekanmidi hazır. Köp qanchalik la hadda Ekteyi olsun gerek ama belki 2 ay pakiz turib, bir hafta adet görüp, yani 2 ay pakiz turib bunda buluşum mümkün. Lekin aqallini talashtash qiladi, to'g'riniki. Ektariyning gapini qilmadi. Ama unda bo'lgan la hadda li ektariy deydi buni cho'qim. Shunda aksariyatda hadis var degan 15 kunmi ya? Shundan boshqa undan keyin bu hayz emas, mustahaza o'lchab keldi. Yo'q, hayzdan o'zi shu. Yani ashuni mo'ljarlab odatda siz ko'rayotgan odat bo'yicha bunda mo'lcharlab anda shuni nima chiqarib o'tib andan qon istihada qiling degan Fatima bint Abi Hubayshningki hadisida shu qaddiri degan qadraha degan nimani shu hayzning nimasini belgilaydi. Yoki yana bir hadisda qaddiri 7 ayyam va 6 ayyam fi ilmillah deb odatda 6 ya 7 kunni shu nimaga chiqarib o'tib andan qog'ini istihada hukmini nima qilaman ishlatdan nima Shu ilm mu'tad nisbatan hisob qilib turib. O'zining odati. Yani odatimi bu mutlaqsiz narsa. Birisining odati bor ekan 5 kun. 5-6 oy o'tgandan keyin bu 7 kunga o'zgarib qoladi. Yana keyin 3 kun uchib qoladi. Ba'zi xil bir muddat anda bir xil odatda menishi mumkin. Shu bu hayzdan ahvollari nayta turaqsiz ona muqim bir narsa degil bo'lmaydi. O 7 kunda paqalı ekan. Ve o aqsa man aqada alayhi ijma fi ma ahsib. O 7 kunga qadar deb baqdi. Lekin 18 deb paqalı bo'lmagan ekan. O 7 kunga qadar ish qilib bir xil ijma bor. Mushdaridan chiqatmaydi deganga. Bunda tushunsak. Ko'rlab bakma unda deb paqalı yo'q, egisi yo'q hamda uning. Ve amma aktaru tuhr
Feleyse lehu indahum haddun. Mesela bir yıl toğrulab buraya. Bir hafta adet görüşü mümkün. Ve idâ kâne hâzâ mevdu'an min akâvîlihim فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة. Yani bunun da sözlerin unda bolsa, aqallul hayd manchilik deb ma'lum bir miqdor belgilgan bo'lsa deydi. Xos olimimda unda belgilgan bo'lsa, vajaba an yakuna ma kana aqall min zalika qadr. Masalan, bir kecha 3 kun deb turdi deydi ama Hanafi mazhabimiz. 3 kun deb belgilgan bo'lsa, ezdan eng aqallisini uning da azolab qolsandan 2 kun yo 1 kun bo'lgan nima deydi ekan bu? Yani hayz ko'rdigan yoshda unda ahvol ko'ralsa, bu istihada oldu. Hayz bo'lmaydi. 3 kundan hayz bo'lmaydi demoqchi ekan. 1-2 kun deganlar 20 kun 1 kun o'qisa bu istihada deydi. Demek bularga ma'lum kun belgilganlar. İmam Malik kun belgilemeden. Şuna bir qadam şart qilib kasımı bu hayd dedi. Ve men lem yekun li aqall al-hayd indahu qadrun mahdud. Yani İmam Malik qo'shadi. Vajaba an takuna daf'a indahu haydan. Bir qadam şart qilib kasımı iz bulardı. Ve men kana aydan indahu aktharuhu mahdudan. Haydning kam en ko'pi uzun so'zlab ketsin manch kun bo'ldi deb belgilgan bo'lsa, uning da eshib ketgani mandin istihada oldu. Demek manch kun bo'ldi deb belgilganlar, en ko'pi deb belgilganlar shuning sirtidagini istihada deb qaraydi. Walakin muhassal mazhab Malik fi zalika anna nisa ala darbayn. Yani İmam Malik mazhabini xulosalsak, İmam Malik ne xil qarashga kelib ketdi-ku, xulosalsak 2 xil turga ayirib qo'yganlar. Mubtada va mu'tada. Mubtada degan taxiyanadan hayz kirib, taxuning odatda qancha kunligi taxiniq bo'lmagan. Başlangıç devirdeki. İkincisi adette resmi belgelenip olan muatat diyor. Emniyet bu İmam Malik'in mazhab bulamaz. Mubtada muatat diyen hem mezhepte ayrıydı onu. Bu İmam Malik bunda ayırganda xuddi başka mazhabla ayırmagandak bir xil nokta ko'rsatdi. Fal mubtada tatruku salat bir ru'yati awwalida min tarahu ila tamam 15 yawman. Dastlabda masalan qiz bola birinchi qilib odat ko'rgan ahvolda yoki odati buzilib ketgan ayolni deyish mumkin. Odati buzilib ketib, yangi boshlangan bir odat qurmoqchi bo'lgan odatdagi ayol bo'lsa, qanday qildi ekan? Shunda hayzdan qanday ko'rgandikilar 15 kunga qadar namozni tashlab qo'ydi. Fa illa men qata sallat. Qan to'xtamay nima qilaversa, davom etaversa, namoz o'qiyverdi 15 kundan keyin. Bu mustahab hukmini oldi ekan. Ve bihi qala Şafii illa anna Malikan qala tusalli min hayni tatayaqqanu al-istihada. İstihada ekanda ko'ngil xotirjamlar, keskin mush istihada ekan deb ko'ngli jazmlashtirgan qadar shu chaqdan taht namoz o'qiydi deydi. İmam Şafii annaha tu'idu salata ma salafa laha min al-ayyam. Keyin andan bu davomlashavergan ekan, bu istihadaning qani ekan. Chunki uning bir odati bo'lmagan ekan. Taqi burun odat ko'rmagan ekan. Bu kan 15 gün 16 gün 17 günde mıngayvergen istihad diken degan burun qismi istihad ekan mesela namozimni o'qisam bo'ldi ekan deb o'qiydi deydi. O'tib ketgan ama. İlla aqallal hayd indahu wa yawmun wa layla. Faqat lamandan bir kech kunduzninkini o'qimay chiqardi ekan. Yani bir kech kunduz sizning odatingiz aqallisini hisoblab turmaysiz. Bir kech kunduz sizning odatingiz deb turlar, shuni hayzga chiqarib o'tdilar. Undan keyingisi istihad bo'ldi deydi ekan. Şekilde kalganken şu sıra namazı kayıt. Ha, keyin bu heyzeme istihadarga aniqlandi bunun qarshi. Undan keyin men xato o'ylab ekanman. Namozni qayta o'qisam bo'ldi ekan. Demak, men mush masalalarni ko'rib olsam, bu heyzning bo'limi aniq bunda adam gach ayiriblar bunda qilib shu. Hammasi bunda farazlarni o'ylab, hatto ayollama balki endi uqolmay dilg'uldab qilishi mumkin. Ayollar shu qonning rengiga qarab turib ya hezning odatda qani odat qonunga o'xshamaydi ekan. Furqa balki baksiz qurishi mumkin. Rangi mondan odatga qanday emas, masalan bir xilliqa baklan qaramtol masalan qizg'ish emas. Mana boshqa rangda kelishi mumkin. Ya jigar rangda masalan, ha? Chunki bu haliqa tumudan chiqqan qon bo'lgan ekan. Şunun asasen de sen Hanefi mezhebinde 3 gün degan bo'lsa, boshqa mezheb mesela Şafii mezhebinde bir gün bir kecha bir gün degan bo'lsa,
Malikimiz bile mesela azlam kalması buluyor diye olsa bunlar şu ayalına o'ziga qarab agar qiynamaz agar siz bildigan heyizning qiyni mu yoki qandaqa deb mesela agar shunga nima qilib turib ayolning ba'zida shu albatta odati aniqlari bor. Bular manchkin odatda manchkin kasal o'ldim deyalaydi. O'zi xudomasdan da kelib odat qilgan chaqni bugun odat kasal bo'lib qolman deyalaydi. Ondan keyin to'xtagan vaqtini bildi. Lekin odatda turaqsiz bo'lib qolganlicha shu nimaga qarab biladi. Lekin ba'zida shu kelgan xunga qarabmi uqolmay qoldiganlar bor. Bu eyizning qanimi yoki boshqa qanimi? Odat eyizning qani furqa rangi tarafdan alayda bir xilim. Lekin shuni farq qilmay qoldigan bo'ldi. Ya'ni so'zi mubihi qala shafi'i illa anna Malik qala tusalli min hin tayaqqana al-istihara degan. Bu hozir bu mubtadaning gapi. Ayol taqa unday ko'rib bakmagan yoki odati aniq bunga ayolmagan. Davomli keyin hozir bu nechkin kila bu deb uqmaydi buni. Davomli keyin davomli shiyada bu hezdo deb namoz o'qimay o'tiradi keyin qarasa bu 15 kunda ishib ketdi. Ishib ketgandan keyin yo bu işte bu bir kasallik o'xshaydi deb yo doktor ko'rinib baqaman deb yuyinib namoz o'qishni boshladi. Mishadanda İmam Şafii 15 günga qadar nima qildi dedi. 15 kundan keyin to'xtamasa andin istihada qilib namoz o'qiydi. Lekin İmam Malik 15 kun deb unda to'xtatmabdi buni. Zodi shu istihada ekan deb jazmlashtirganda nima qildi dedi. Kun belgilamay ko'ngli zodi jazmlashtirganga bog'lab qo'yapti. Ikkalaning farqi shu. Ya'ni İmam Şafii burunqi namozini qaytlab o'qiydi dedi. Belki İmam Malik'in qaytlab o'qishi mumkin yo qaytlab o'qimasligi mumkin. Demek bir keç gündüzne nimaga chiqarib ekan. Mesela 17 kun bo'lgan chaqda bo'lmadi deb namozni o'qisa, bir keç gündüzni chiqarsa 16 kunning namozining qazosini qilganda bu. Asli bu hayd degan shu har nimada har oyda bir qatim sog'lom jismliq baliyat qismi sog'lom ayolninki baliyat qismidan chiqadigan bir xil suyuqlik deydi, qon desek bo'ldi, suyuqlik. Ondan hamile bo'lgan chaqda bu qon to'xtabla bolaning o'zligiga ketadi. Shu narsa. Bo'lmasa u narsa asli bir suyuqlik bo'ladi. U oyada turib balık ishlatilmaganlikdan tamoq ichib qoladi-ku, sesiydi. Shunga o'xshab bir xil ses bilan ondan ya tusa balıqning sesitgan bo'lgan qachida Alloh taolo chiqarib o'tadiganga o'rlashtirgan. Vaqil an Malikin İmam Malik manda deb qaraydi deb bir rivoyat bor ekan. Bal ta'taddu ayyam liddatiha thumma tastadhiru. Demek bu ayol 16 kun, 17 kun, 18 kun bunda kan kiriyverdi. Qanday qildi olsa İmam Malik o'zining o'xshashlariga qarab, ajse sanlari shu muhitga o'xshash ahvoldagi ayollarga qarab, tang tushlariga deylar, qarab tastadhiru degani ehtiyotan o'lcharlab, xotirjam bo'lgan tariqada ish qildi demak. Yani bir salasat ayyam, yani 3 kunni bunda ehtiyotan bir xil va hizam amandamda, shunga o'xshash ehtiyotan nima qilib qo'yib, 3 kunni aniga ketib turib, ilritib turib, minaslaydi. Fa'illa men qatadan fa'ya mustahad. Masalan, 15 kunda belgilagan bo'lsa, 3 kun saqlab baqdi deylar. 18 kun qilib, masalan, andın yani toplum sahibi istihad ekan de bu. Ve ammal mu'tadamda adette ini qo'ga ayollar çoğu. Fafiha rivayetan an Malik. İmam Malik'te işkil qarasha. İhdahuma bina'uha ala adete. Adetten neçkin bu şununla hisablab ketiyordu deydi. Ve ziyade 3 ayyam. Hani onunla 3 günne ihtiyat ticaretten qetib qo'ymiz deydi. Nima uchun? Belki bu qitim, mush qitim odatim o'zgargan bo'lishi mumkin. Ehtimalli qo'yganki 3 kunni qetib ekan. Yani to'xtamay qolsa. 6 kun odat ko'rdigan ekan. 6 kundan keyin to'xtamabdi. 7-kun, 8-kun, 9-kunga qadar mayli deb to'xtab 9-kundan keyin yunib namoz o'qiydi. Ma'lam tatajavaz akthar muddatul hayd deydi. Akthar muddatul haydni İmam Malik
15 kun degan-ku, 15 kunda eshib ketmagan ahvolda shunday qildi ekan. 15 kunda eshib ketsa, istihod deydi. Va thaniyatu julusuha ila inqida akthar muddatil hayd. İkinci qarash, demak, odati va ayol birinchi qarashda odat kuniga 3 kunni qatib to'xtaydi. İkinci qarashda aksar muddatil hayd, 15 kunga qadar jim o'tirdi, namoz o'qimaydi. Aw ta'mal ala tamyiz, yoki endi o'zi qanni ayriya oladigan bo'lsa, qanni tahlil qilib, ko'rib, mulohaza qilib, ma'vozga emaskan deb bir ayirib bakışga tirishidi deydi. Ayriya oladigan ayol bo'lsa. Faqala Shafi'i ta'mal ala ayyam adatiha. İmam Shafi'i o'zining odati bo'yicha ish qilaverdi deydi. Odati bir hafta bo'lsa bir hafta, 3 kun bo'lsa 3 kun bunda amal qilib ketaverdi deydi. وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة. Demek, ben çıkın, onda akıldım, onda mesela onda hadisten ya, neden, eserden hiç delil yok. Fakat ayarlarının ahvalını tekşirip, tecrübe asaslı belirgen mölçerleriydi. Ayarlarını tekşirip çıkan. Lekin onun onda etiraz kıldım. Şu şanın ya şu imam soğan ayarlarının adeti, köpünce adeti şunda buluşu mümkün. Belki baş soğuk balvağı, ısık balvağı ya ki başka bayağı şat durmuş şeyga ya namrat durmuş kılının hoşması mümkün. Ve kullun innema qala min zalika ma zanna anna tecrübe evqafatu ala zalik. Demek muş imamın hammasi ayarlardan sonra ben soğudum, tecrübe kıldım, tekşirdim, mındaki de turvağınımız. Vel ihtilafi zalika fin nisa. Ayarlarının İslam'ı okşamaydı o ahval. Asira en yu'rafa bit tecrübe. Bu tecrübelenme kuştas bunu. Hudud hadil eşya fi ektar nisa. Köpünce ayarları bunun çegirisine ayrış ters, bilbiliş ters dedi. Ve vaka fi zalika hadal khilaf alladhi zekarna. Demek bunda ihtilaf oldu. Ve innema ecma'u bil cumleti ala anna ad-dam. Hem de bir ittifak gelgen bir mesele var dedi. Demek ittifak geldi dese, ad-dam iza tamada akthara min muddati akthar al-hayd. Bular aksaril haydni bir ma'lum bir sana bilan to'xtatdi-ku 15 kun degandek mesela. Bunun da artıq davomlashi vasi olsa bu istihad oldu degan ittifaq keldi. Liqavli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam as-sabiti li Fatimata bint Abi Hubaysh radhiyallohu anha fa iza aqbalat al-haydatu fatruki as-salata fa iza dhahabat qadruha diyendan müşahede vazil istilal. Şunun miqdori kunlar o'tib ketib bo'lgandan keyin andin junublar namoz o'qiganmish. Demak, o'sha qadraha deb ashunda birliqqa kunni mo'lchallab qiling deb ko'rsatdi. Wal mutajawizatu li amada akthar al-ayyam al-hayd qad dhahaba anha qadruha daruratan. Chunki eng uzunliqqa nima ko'rash odat ko'rdigan ayolninki u nimadan eshib ketsa, shu kunlarda eshib ketsa, uning hayzning nimasi o'tib ketgan bo'ldi. Shunami? Cho'qim. Ve innama sara Şafii ve Malik rahimahullah fil mu'tadati fi ihda rivayet anhu ila anna tabni ala adatiha. Yani İmam Şafii, yani İmam Malik bir rivayette o'zining odatini asos qildi degan qarash bo'ldi deydi. Nima uchun? Buning dalili Ummu Salama radhiyallohu anha muvatta'da rivoyat qilingan hadisda أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. Ben hadisten de adetini asas kıldı deb qaraganga delil ko'rsatibdi. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilsa bunday ketdi. Bir ayol Rasulullohning zamonida bak qon to'xtamay eqib ketaveribdi ekan. Yani tuhraqud dima yani qon eqiverganlikni demak. Ad-dima yani maf'ulun bihi. Fastaftat laha Ummu Salama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.
Ummu Salama u ayolga fatvo so'rab beribdi Rasulullohdan. Rasululloh unda javob beribdi. Litanzur ila adadil layali wal ayyam allati kanat tahidunna min ash-shahr qabla an yusibaha alladhi asaba. Mush ahvol ko'rilishdan ilgari har oyda qancha kun hayz ko'rdigan songa qarasin deydi. Necha kun odat ko'rdi, osh kunni tutib turib, shu kun miqdori 6 kun bo'lsa 6 kun, 5 kun bo'lsa 5 kun, shu miqdorda namoz o'qimasin. Fa iza khallafat osh kunni aql qoldirib, u kunda halqagandan keyin demoqchi. Zalika faltaqtasil. Ana 5 kun bo'lsa, masalan 5 kun tugandan keyin 5 kun o'tib ketsa, xallafa g'achchida juyunib litastafir, ya'ni bitawb. Yani bir narsa tingvasin demoqchi. Zak tingvasin degandek. Thumma litusalli, bir narsa bog'lab, undan namoz o'qiyversin. Chunki bir narsa bog'lanmasa qon kildida. Bu hozir qon davomlashayotgan gapi. Fa alhaqu hukmal haidi allati tashukku fil istihadati bi hukmil mustahada allati tashukku fil hayd. Shuna buni qanday qildi? Istihadumudu bu hizmudda qilayotgan hezi davom bak uzun so'zlab ketgan ayolning hukmini istihada olib qilib hizmudu deb qolgan ayolning hukmiga qiyos qildi dedi. Wa innama ra'aydan fil mubtada an yu'tabara ayyam lidatiha. Endi mubtada adımı yenidan odatda belgilanma endi tahiz ko'rish boshlagan yoki endi odatda belgilanayotgan ayoldimi tang tushlarininkiga qaraymiz debdi. Lianna ayyam lidatiha shabihatun bi ayyamiha. Chunki uning tang tushlari shunga o'xshab qoladi dedi. Amaliyotda unda o'xshab qolmasligi mumkin. Bir oyda açsınlı olsa, bir oyda yaşaygan yoki şu seviye, turmuş seviyesinde yaşayanın belki bir o'xshamasın. Bu bir xil nimani tutib turibdi. O'xshab qilish sabablarimizga eslib turadi. Fajala hukmahuma wahidan. Demak, İmam Malik shu tang tushlariga, shunga o'xshaydigan ayollarga qarab shuning hukmini bekitmaymiz deb berdi. Wa amma al-istizhar alladhi qala bihi Malik bi 3 ayyam. İmam Malik 3 kunni ehtiyatan daha chiqarib o'tib, ondan ko'ngil xotirjam bo'lgan holatda ish qiladi degan masala kelsak, fa huwa shay'un infarad bihi Malik va ashabuhu rahimahullah. Bu İmam Malik ve şagirdlari shularım degan o'tirib qo'ygan masala, boshqa deb bakmagan. Va qalafahum fi zalika jami' fuqaha al-amsar ma'da al-Awza'i. Awza'idan boshqa hamma fuqahalar unda demagan. Lam yakun lidalika zikrun fil ahadith thabita. Çünkü sahih hadislarda unda istizar qilish, unda ehtiyot qilish degan yo'q. Bizim vatandaşlar o dinde ehtiyot yo'q deb takkida tepkida buni. Islomda ehtiyot için o'qish masalasidan din ibadetda dinda ehtiyot qilish yo'q degan tariqadan bu yerda tepkida. Vaqad ruya fi dalika asarun daif. Ajda so'sum unda sahih hadislarda unda kelmagan ekan. Buni hisob qilmaymiz. Bu hamda o'zining ko'ngil xotirjam bo'lishi unda deb bakdı. Belki İmam Malik, İmam Özay şunda istizar kılımız deganda belki 3 kun deganda başka necha kun deganda ama istizar qilishda bir xil ehtiyotli bir ish qilishda. İbn Rushd mesela hadis avval sahih hadisni bayon qilib sabit qilib qo'yib, ana so'zlar bilan visual taraqqiyot bayon qilishda muhidning o'zining mazhabi İmam Malikka mesela qarshi kelligini ifodalaydi. Hozir İmam Malikning mazhabini ojizlashtiradi zaten. Yani o'zi hozir o'zining mazhabini ojiz deb ko'rsatadi. Bu ham rasmiy va ilmiylikning alomati. O'zining mazhabi bo'lsa-mu, ta'assub qilmay, buning asosi yo'q-da buni. Boshqa hech qaysi fuqaro bunda deb bakmagan. Ben o'zimda kallasdan bir o'ylab chiqargan ish ma'lum demoqchi. Al-masala thaniya dhahab Malik وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين. Bu hamda bişkilip to'xtab bunda ayolga. İlana tecma ayyamid-dam ba'daha ila ba'din. Demek bir gün kirip bir gün kelmaya yarım gün bunda qilsa asham mana ma bir günde hammandan jamlab 3 kunni bizlashtirib, yani talfiq degan masala bu. Mesela talfiq, yani tip toplab buni bunda jamlamdo degan masala. Demek ez ko'rgan kunlarni hammani to'g'rining orliqidan sug'urib tartib chiqarib jamlamdo. Va talqa ayyamut to'g'r. Anda orliqdagi o nimani bekor qilib o'tib pak bo'lgan kunlarni bekor qilib o'tamdi. Va taqtasil fi kulli yawm tara fi to'g'r. Avval ma tara va tusalli. Anda bir ayz qarablam g'atdi bir to'g'r ko'rgancha uçaqib juyuniblam namoz o'qimdi. Va tusalli. Fa inna la tadri la'alla dalik to'g'r. Demak anda qildi ekan yani. İmam Malikning qarashida bir kun ayz ko'rib
bir gün pakiz olab, bir gün hez görüp, bir gün pakiz olgan ayol, şu hez görgen kunlarni hamma jamlaydigan manchi kun deb. Yakshanba kuni bir kun, sarshanba kuni bir kun, parshanba kuni bir kun deb. 3 kun ko'rgan bo'ldi masalan. Anda va talghi ayyamut tuhr. Orliqdagi nimani hisobdan chiqarib o'tdi deydi. Dushanba, chorshanba degan kunni masalan bundan chiqarib o'tdi. Va taghtasilu ya'ni uni manchi kun nima ko'rdim degan hisobdan chiqarib o'tganda, andan yakshanba kuni hez ko'rib, dushanba kuni pakiz bo'lgan bo'lsa, g'achchida juyindi ekan. Juyibdan namozni boshlaydi ekan. Nima uchun desa, chunki bundan keyin unda faqat hezganmay pakiz bo'lib ketaverishi mumkin. Uni uqmagan ekan, g'achchida namoz tutish qilaverdi deydi. Faydajtama alaha min ayyamidam 15 yawman fa mustahada. Demak, unda sanab tiyib kelsak, 15 kun bo'lib qolsa, shu hez ko'rgan kunlari, anda bu mustahada bo'lib ketadi deydi. Yani undan keyin mustahada bo'lib ketadi demak shunami? Imom Shofiy mo shunda deb qarabdi. Wa ruya an Malik aydan nahat tulaffiqu ayyam ad-dam va ta'tabir bidalik ayyam adatiha. Demak, Imom Malikdan yana ashqan ko'rgan kunlarni hamma tiyib to'plab, shu kunning jug'limasi necha kun bo'lsa, men odatim mancha kun keyin deydi. Odat belgilaydi. Fa in savatha istadharat bi 3 ayyam. Demak, odat ko'rib kelayotgan odatiga shu hez kunlarining to'plamasi teng kelib qolsa, uni 3 kun ehtiyotli kun qetib o'tib, ondan hisoblaydi deydi. 3 kun qetib o'tgandan keyin qon to'xtab qolsa, o'chadi mustahab. inchiki belgilab tamam. Ve ja'alul ayyam allati la tara fiha ad-dama ghayra mu'tabiratin fil adadi la ma'na lahu. Demek İmam Malik hazır o'ttirga pak kunlarni hisob qilmaymiz dedi. Tulg'a dedi o. Bunda qilish bu ma'nosizlik bor dedi. Yani o'zining mazhabiga raddiya beryapti hazır. Nima uchun? Fa innahu la taqlu tilkal ayyam an takun ayyam hayd aw ayyam tuhr. Çünkü bu orliqdagi pak kunlar hez kuni bo'lishi mumkin. Hez kunlar ekan o'chaqda qon kelmabdi. Qon jim turibdi, undan keyin kelibdi. Orliqdan qon kelmay to'xtab qolgan chaqda sen to'g'ri vaqt deb o'ylab qolding. To'g'ri bo'lishi mumkin, hez bo'lishi mumkin bu vaqt. Qon kelmagani bilan dedi. Fa in kana ayyam hayd fayjib an tulaffiqaha ila ayyam ad-dam. Unda hez kunlar bo'lib qolsa, shuni qetish kerakdi. Va in kana ayyam tuhr falaysa yajib an tulaffaq ayyam ad-dam. Eğer tohir kunlar bo'lib qolsa, o'chaqda qon ko'rgan kunlarni o'chaqda jug'livasi bo'lmaydi dedi. İz kana qad taqallalaha tohr. Chunki bu hammasi bir tutash hez emas, orliqda poklik kelgan, yana hez ko'rib, yana bunda kelgan ekan, bu bak parchampurat cheshib ketgan hisobda bo'ldi dedi. Vallazi yajibu ala usuli annaha ayyam hayd la ayyam tohr. O'zidan boshqa ishildi bunda qurgan qoidasiga asosan nazar qilsak, bu hez kunlari hisoblansa bo'ldi deydi. Orliqdagi to'g'ri vaqtlarcha. Et aqalli to'g'ri indahu mahdud. Chunki uning pak bo'lgan vaqtning eng aqallisi cheklik. Va aktar min al-yawm wal yawman. Bir kun ya bir kun bo'ldi deb unda chek bekitgan buning aqallisiga. Unda o'niki bu orliqda kelganimi asli nima bo'ldi? Ikki hezning orliqda kelgani bir kun dushanba yakshanba kuni hez keldi, dushanba pak turdi, sarshanba hez keldi, ma dushanba kuni pak oldi, hez hisobda bo'ldi dedi. Hez hisobda bo'ldi dedi. Fatadabbar hada fa innahu bayin inshaalloh taala. Demak İmam Malik mazhabini taqmo hozir tanqid qilib izohlab qo'ydi. Wal haqqu anna damal hayd wa damun nifas yajri thumma yanqati yawman aw yawmayn. Haqiqatda nima? Yani ilmi hakikat deyishi mumkin bu tevib bo'lganlikdan. Kat tevib bo'lganlikdan o'z zamonidagi bu menda o'zining bir muayyalashtiryapti hozir. Hezdan qana, nifasdan qana ba'zida bir kelib, bir uzib qilib, bir kelib bunda qilgan ahvol bor dedi. Hatta tanqida ayyamul hayd. Demak, 6 kun hez ko'rgan ayol bo'lsa, bir kun kelib, ham bir kun to'xtab, ham bir kun kelib, 6 kun ichida bunda bo'ldi dedi. Yaki tug'utliq vaqtda. Kama tajri sa'a o sa'atayn min an-nar thumma tanqal. Ba'zi kunduzda bizdan kelib bilan to'xtab qolishi mumkin deydi. Bunaqangi orliqdiki nima? Ikki qon kelgan orliqni hez hisoblash kerak deydi. To'g'risida shunda yo'qdan orliqdiki uzilgan muddatni qanchalik vaqt bo'lsa, masalan, o'zini qoldirishda normal vaqtida aksar hayd ashuni tetishlik. Masalan, bunda hisobda 5 kunni ko'rdi, odat ko'rdi. Orliqdan 5 kunning ichida
bu paklanib qolishi ama paklanib qolsa bizning hisoblashda odat qadar bu hech hisoblanadi deymiz. Lekin bu ayolning deylik ehtiyotan balki ham buning odati o'zgarish boshlangan bo'lsa hozirdan tortib 5 kun 3 kunga qolgan bo'lsa, 3-chi kun to'xtab unda bir kun o'tgandan keyin bu bo'lmadan paklanib qolib o'xshamaydi deb namozni boshlashi mumkin. Yoki Imom Malikning usul bo'yicha 3 kun saqlab qo'yishi mumkin. Demak, bunda ahvolida ayol kishi fatvo so'rab kelsa, javob berish intayin tez. Ular namoz o'qindisa, taqandu kesa namoz o'qishni buyurib qo'yganda, namoz o'qimaganda namozni tashlashga sabab bo'lib qolganda, bunda bir masala. Bo'lsam ayollar bak asqatmaydigan alaqa turmush ishlatib olmaydigan fizik ximiya uni aslida bak olim bo'lib ketganlarning tashkil bo'lsa odatda alaqa o'tirmakdan o'qib asta uyda o'tirgan yo yotib qolganlarga kelsak, ya'ni bizning islom muhiti bo'lgan ahvolda unda keraksiz narsani o'qitmay oldinlamam zo'r narsani o'qitib turmushga asqatilgan dinga asqatilgan narsani o'qitib undan keyin unda assa andin boshqa kasbda ixtisos egalari bo'lsa bu yaxshi bo'ldi. Hozir nurg'un keraksiz narsani o'qiydi. Buni o'qimaydi. Ayollar buni o'zi o'qib, o'zi tadqiq qilib, shundan usta bo'lib ketsa, fatvoning shul bo'lsa, bizni aramqda va boshqa narsalarga qo'yib bersa bo'ldi. Buni tadqiq qilib, biz nima bo'lib qoldi? Ulamal hayd va nafas. Mushonlar mashg'ul bo'ladi. Odatda kulli shariatni ulamal hayd va nafas degan ish. Lekin bu chaqchaq desakmi, dinning nurg'un ahkomlari intayin chetishlik masala bo'lgan ekan, erlimi buni hukmisi bo'lmaydi. Keyin o'shanda tariximizdan ayollardan cho'ng olamda yetishib chiqib masalan chiqarib bahsini baran ayollar. Ya unda Allah ko'z ko'rgan yo'q. Belki obdan bildiganlarmi o'sha aksi bo'lishi mumkin yana. Aşpazlarmi, yani usta aşpazlar, yani şu akslar. Şuna o'xshash. Masalan, ayollar kasalligi tug'ut doktorlarining qilsak, Saudiya Arabistonda ko'pincha aks tug'dirdi. Misrda 30% ayol doktori va 70% aks doktori var. Voy sen bu boshqalarga, masalan, doktorlikda o'qiydigan qizlar, boshqa aksga xos taxassusda o'quvchi, sen ayollarning taxassusi o'qisam bo'lmaydi. Aksliklar nima qildi bir alaqa Masjid Nurni ayol kishi layilgan masjid injener. Masalan, akslik laylik nuqus sarısı onun tulab ketadi onun. O misalda adam çıkmay qalganda ish yo'q. Lekin mayli, ammo zo'rilma kasb o'rni to'shab qo'ygandan keyin ayollar doktori to'liq yeterli. Tug'ut doktorlari ayollarga to'liq yeterli bo'lgandan keyin unda boshqa kasbga yuzlanmamsa, ayolni tug'dirgan chog'da akshi tug'dirib, bino qurilish qilgan chog'da ayol sasa ish joyida bo'lgan bo'ldi bu. Ya xuddan da qassobchilikni ayol kishi qilib, girim buyum sotilgan ayolda ayol kishi tug'ganda bir ish ham bu. Asla shu maktabda bunda zo'r narsani o'qitish kerak. Ayollar, qizlar nurg'un ma'lumotni qachilaydi maktabda. Amaliyotda turmush chiqqan chog'da tamoqni qanday sog'lom tamoq tayyorlash, ya bola og'rib qolsa, qanday chora ko'rash buningni xabari yo'q. Uy tutishni o'qimaydi. Ya kiyimni bunday rangli bir parlab, chiroyli kiyishni o'qimaydi. Kiyim tikishni albatta o'qimaydi. المسألة الثالثة اختلفوا في أقل النفاس وأكثره. Yani nifasning mamda en az qancha kun, en ko'p qancha kun bo'ldi buni talas. Fadaba malikun ila annahu la hadda li aqallihi. Bizdan da tug'ilgan vaqtida farqlab bo'lgan ayolning bor edi. Va bihi qala Shafi'i. Albatta ol jumhur. Ko'pchilik olimlarning qarashi bu. Bular en az miqdorini belgilamaganlar. Endi Abu Hanifa bilan bir guruh olimlar buning cheklamasi bor, en az miqdori bor. Faqala Abu Hanifa 25 kun, Abu Yusuf necha kun? 11 yawman, 11 kun debdi. Hasan al-Basri 20 kun debdi.
Ama onun köpçü demek mağara hazır belgilgen oldu. Belgilgenlerden özara ıhtılaplaşıp kaldı. Bunlar hem mesela şu ayarların sorap bak şeriyanında ayarların köpçülükü mandarak buldu ki yanında da bakın. Demek bunu adır ayrış yaman hatırlık bu. Talak kılınğa ayağı almasın ha. İddet toşaş meseleleri. Çünkü bu tügümüdü İslam hazır başka ayı tigarlaydıgan bunda ahvalla boğanlık için hatırlık. Ve emma ekteruhu bek uzarap gelsin neç gün geç davamlaşıdı o dese İmam Malik bir katım 60 gün kadar buldu depti. Yani bir katım yeni öler burun karşıdan ayallardan soraş gerek bunu yani. Ayallı obdan buldu. Ve ashabuhu thabitun alal kavl evvel. İmam Malik yangan bozma şagirdleri ay birinci kararını çim tutuldu dedi. Bu bir xil tanqid hazır. Bu yangan qarashni mamsasan, keyingi qarashni. Ve bihi qala Şafii, İmam Malik mi, İmam Şafii mi shunda debdi. Ve bihi qala Şafii de yusalla an zalika nisa degan qarashma. Shunda bo'lish kerak, ha? Keyingi qarash. 60 kun ma? Qavl avval qaytganmiz, ha? Ve aktaru ahli al-ilm min as-sahabati ala an aktharuhu 40 yawman. Sahabalarninki ahlimlari, yani alimlari 40 gün deb bekitgan deydi. Ve bi qala Abu Hanife. İmam Abu Hanife'nin sahabının tutqaylığı egip. Arif dinlerce ülmalı 40 gün Baganda qarashda qarashda tarjih qilgan bo'lishi mumkin keyingi olimlar. Yoki bu qonunda ahvol shaxsiyada İmam Abu Hanife'nin vazife amal qilganlik uchun hem davlatda ahvol shaxsiy shuni ag'anlik uchun hani bekitib etgan ekan boshqalarimiz shuni bo'ysunib qilayotgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda kuchli mana sahobaning ahlimlarning ko'pincha bunda qarashda bo'lgan ekan. Vaqat qila aciz bir qarashda ta'tabirul mar'a fi dalika ayyam ashbaha min an-nisa. Shuni tang tushlarini ona qarab nima qildi deb. Fayda javazataha fa hiya mustahada. Wa farraqa qawmun bayna wiladati adh-dhakar wa wiladati al-untha. Maşallah. O'g'il tug'ilsa boshqacha, qiz tug'ilsa boshqacha bo'ldi debdi. Faqalu lil-dhakari 30 yawman. O'g'ilga 30 kun nifas belgilaymiz eng uzun muddatda. Qizning 40 kun. Ve sebebul xilaf usrul vuquf ala zalika bit-tajriba. İhtilaf ahvalinsa şu bunu tecrübe qilib mı baqayl desimi ta'sir. Yani tecrübe qilib o'qish mumkin emas demak. Ve liyano laysa hunak sunna yu'malu alayha. Kel hali fi ihtilafin fi ayyamil hayd ve tuhur. Xudda shu necha kun hayz ko'rdi, necha kun farq bo'ldi degan ixtiloflashgandek, bu yerda bir xil hadislar bundan belgilab etgan bir ahvol yo'q. Şu an biz tecrübe qilgan bilan yana xato chiqdi. Yani keskin digilman nima uchun bir ayolni tekshirgan ahvolda bir ayolning o'zi birinchi tug'utda munda ikkinchi tug'utda boshqa nifas ko'rishi mumkin. Yani muddati o'xshamasligi mumkin. Tang tushlarimiz shunda. Ondan alaqa iqtisodiy omilmi bor bunda. Quvvatli kelgan, to'liq ozuqlanish yaxshilar boshqacha, ojizlar boshqacha bo'lishi mumkin. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.